Erim menga xiyonat qilayotganini qanaqa aniqlasam bo'ladi? Oldinlari men bilan ko'p jinsiy aloqa qilardilar. Hozir menga umuman qaramayaptilar deb savol berishibdi. Hosiliga aytaman. Erkak kishi jinsiy yaqinlik qilmasa yoki kamayib qolsa, bu sizga xiyonat qilyapti degani emas. Hamma erkak ham xiyonat qilavermaydi. Buni sog'lig'ida muammo bo'lishi mumkin. Bitta narsani tushuninglar ayollar. Bu sog'lom erkakning sidyuli ko'rinishi, ya'ni sidyu qopi, prostata bezi, buni orasidan sidyul o'tadi. Bu erkak har doim yaxshi jinsiy aloqa qila oladi. Buni ko'rinishida, ya'ni nosog'lom erkakniki, ya'ni sidyu qopi, prostata bezi ko'rib turgan edik. Bu yo'li toraygan, shishgan. Bunda klinikasida nima bo'ladi? Bu erkakda yaxshi siya olmaydi, oxirigacha bo'shalmasligi mumkin, sidyu qolib ketish hissi bo'ladi. Ereksiya yaxshi bo'lmaydi, qattiq bo'lmaydi, testosteronni tushgan holatda bo'lishi mumkin, ayollarga qiziqishi kam bo'ladi. Shu sababli bu erkak siz o'ylaganingizdek xiyonat qila olmaydi. Buning uchun buni tekshirganda aniq bilishingiz mumkin. Buni davolasagina oldingi hayotga qaytadi albatta. Agar ayolingiz sizdan shubhalanayotgan bo'lsa, bu videoni yuborib, uni tinchlantirib qo'ying.